Assalomu alaykum hurmatli harakat ishtirokchilari. Ijtimoiy tarmoqlar orqali kelib tushayotgan murojaat va savollardan kelib chiqib, bugun sizlarga amaldagi yo'l harakati qoidalarining 19, 91, 109 va 110 bandlari bo'yicha batafsil ma'lumot beramiz. Ushbu qoidalar yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularni bilish va amalda to'g'ri qo'llash har bir harakat ishtirokchisining majburiyatidir. Amaldagi yo'l harakati qoidalarining 19-bandiga ko'ra, tartibga solinmagan piyodalar o'tish joylarida piyodalar transport vositalarigacha bo'lgan masofa hamda ularning tezligini chamalab ko'rib, o'tish o'zlari uchun xavfsizligiga ishonch hosil qilgandan so'ng qatnov qismiga chiqishga ruxsat etiladi. Ushbu qoidaning 91-bandiga ko'ra, transport vositalari piyodalar o'tish joylarida va ulardan oldin 10 metrdan kam masofa qolganda to'xtashi taqiqlanadi. Qoidaning 109-bandiga ko'ra, tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyiga yaqinlashib kelayotgan transport vositasining haydovchisi qatnov qismini shu yo'nalishini kesib o'tayotgan piyoda yoki piyodalarni o'tkazib yuborish uchun tezligini kamaytirishi yoki to'xtashi shart. Shuningdek, qoidaning 110-bandiga ko'ra, agar tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyi oldida transport vositasi harakatini sekinlashtirsa yoki to'xtasa, qo'shni tasmalarda harakatlanayotgan boshqa haydovchilar va bu transport vositasi oldida piyodalar yoki piyoda yo'qligiga ishonch hosil qilganlaridan so'nggina harakatlanishni davom ettirishlari mumkin. Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, yo'l harakati qoidalarining har bir bandi harakat ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Ushbu qoidalarga amal qilish nafaqat qonun talabi, balki har bir fuqaroning mas'uliyati hisoblanadi.